Yemek qaydaman? Albatta bu hazil bo'ldi. Hello YouTube ahli, sizlar bilan men qaroqchiman bo'ldi. Bugungi videomizda Minecraft, lekin men butun boshli joy lava ko'lda yashayman. 24 soat shu lava ko'lda yashayman. Qani bo'lmasam let's go. Bo'ldi, mana bu yerda xarita bor. Biz mana bu kichkinagina joydamiz. Qarang, qanchalik kichkina joy. Qolgan hamma joy mana bo'ldi lava. Bo'ldi, birinchi o'g'limizni kattalashtirishdan boshlaymiz. Kelinglar. Yo, bundan uy quramiz menimcha. Da, bundan uy quraylik bo'ldi. Agar men bu yerda 24 soat yashasam, rivojlangan sizga menga uy berishar ekan bo'ldi. Buni yaxshi. Bo'ldi, nimaga sizlar aytishingiz mumkin? Nimaga aynan lavali ko'l? Bilmadim. Qishloqlar menga shunaqa aytishdi, sen mana shu lavali ko'lda haqiqiy dunyo vaqti bilan 24 soat yashab qol deyishdi. Albatta bu video 24 soat davom etmaydi, lekin o'ta ko'p qismlarga jo'natiladi. Tak. Kesilmaydi shekilli. Bo'ldi, mana birinchi o'rmonimni kattalashtirib oldim. Yeyman nima qilyapman. Kelinglar, qolgan hamma blok o'rmonini kattalashtirdim. Bo'ldi, buni hammasini qo'lda qurib chiqishgan ekan endi. Shuncha mehnatim uchun like bosinglar. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Meni maqsadim tezroq 50 ta bo'lish. Tak, o bitta olmasa bor ekan. Verstak yo'q ekan hamma. Yo'q. Verstak. Bo'ldi, mana menda endi o'zimizlik Turkiya bor, mana ularni olishimiz mumkin. Ketdi bo'ldi endi mana bo'ldi, hammasi qo'lni qurib chiqilgan. Bo'ldi, mana bo'ldi, o'rg'ilimiz sabzan kattalashdi. Unaqa blokdan qolmadi, chunki bir stak to'liq aylantirib chiqildi. Hoppa, bo'ldi mana. Bo'ldi, bu blokdan men o'zimga uy qurmoqchiman, tosh kerak. To'xtanglar bo'ldi, mana yerda temir bor ekan. Verstakka kirib haqirlatamiz. Va bo'ladi, bo'ldi keyin. Nima shunday mana ketyapman. Bo'ldi, mana bu yerga tagiga kirib olar ekan. Yaxshi. O'tda. Xo'sh. Bo'ldi, mana menda tosh generator bor. Lekin toshlar ketmasligi uchun bo'ldi, e'tibor bermaysizlar, shamollab qo'yganman, lekin shunda ham video chiqaryapman. Temir qo'yib endi yeram bor desangiz. Bu bo'ldi, menga yana bitta sunduq kerak ekan.
Let's go mana ishlasa bo'lar ekan-ku. Qo'lida iloji boricha ko'proq toshqazishga harakat qilaman. Chunki hozir bu orolni maksimal kattalashtiraman. Bundan davom ettiraman. Bo'ldi mana hozir klikam singuvchi harakat qildim. Hozir endi yangi klikka yasashga harakat qilaman. Bu safarni kelinglar temir listdan yasaylik. Chunki hozir olmosga tejash kerak. Kutganimdan ancha ko'p. Men yo'q ikkitachi yig'ilib qo'ygan deb o'ylabman. Bu yerda naq 1 2 3 4 6 stak 6 tosh. Bu yaxshi. Tak bo'ldi. Tosh ham olamiz. Tosh menman. Endi hamma toshlar iloji boricha ko'proq joyni yo'qotib chiqamiz. Loymanda. Bu kursam bo'ladi ana loyli joyda. Anlaşmaydı. Yok o iş gereği o zaman hemen arsam buradan yol çekin. Ne bu toşlarla unutmadım. Valla mana ko'p joyga egallab bo'ldim. Bo'ldi nimagadir moblar spam bo'lmoqda. Chunki bu yer o'ta katta joy, lava bilan o'ralganmi. Ko'proq joy qilachi balki tunda bironta zombimi, skeletmi kelib qolar. Nima deysizlar? Bo'ldi zombi bilan skelet nimaga desanglar, zombidan bir parcha ba'zi temir tushadi, ba'zida kartoshka tushadi. Kim bilmasin. Men kartoshka tushishiga umid qilmoqchiman, chunki kartoshka orqali men katta bog' ferma yasasam bo'ladi. Ya'ni kartoshka ferma. Qo'lni kelinglar, tezroq orolni kattalashtirib olishim kerak. Videoni davom ettiraman. Bu bo'ldi mana orolni kattalashtirib oldim. Ehtiyot bo'lamiz. Endi bo'ldi bironta ferma qursam ham bo'ladi. Chunki hozir qo'rinab o'chadi, betda hadeb o'lmaymiz. Chunki bola agar biz betda o'lsak, o'yinimiz shu zahoti tugaydi. Shuni 24 soat yashaganim bekor bo'ladi. Kelinglar yana tosh qaziymiz albatta bu hazil. Mana bu yerlarni bo'shatib chiqamiz bo'ldi. Yo bu sandiqqa tegmaymiz, tegmaymiz. Bu orol. Shuncha ko'p narsa. Qanday bor ekan? Betda tosh ham bor ekan, mayli. Muz yaxshi. Bolos sandiqdagi ishtirokga e'tibor bermagandim. Tenti. Qizig'i men tenteni nima qilaman? Tamunuqi, steakni tushunsa bo'ladi. Urug'. Kakash. Bola endi biz
Zombilardan kartoshka tushunib kutishimiz shart emas, chunki bitta qaysidir aql ishlagandan kartoshka tashlashdi. Ichak, muz va tosh, qadrli tosh. Mana blokka ham asrash kerak, bunda tez orada uy quraman. Mashitda bo'lib olsin. O'ttasi qaytdi. Qo'lga qo'ydim. Bola bitta muzam olamiz. Dem bola uchinchi blok. Tekrar çekeriz, sonra hemen artık yani bitti. Yine bitti, rahatlama. Hop da balık tuttu. To'cha mana yo'qni yaptida bo'ldi. Nimaga qurdingiz buni? Bu yaxshi tarafi bo'ldi, mana yerda istaganimcha yer olsa bo'lardi. Bo'ldi, let's go. To'xtamaylik. Bola yana tosh generatordan tosh qazildi. Bola mana bir stak 5 ta tosh. Menimcha mana shu yetib qoladi. Bola buni olib tashlayotganimiz sababini qaranglar, g'alati bo'lib qoldi bu. Qora faqat toshli bo'la olsin. Va bularda men ideyam bor. Mana bola bu yerdagi hamma narsani toshga aylantirib oldik. Video yoqqan bo'lsa like bosing va men keyingi qismda zo'r narsa quraman.